Salom, aziz avtomobil ishqibozlari. Bugun sizni elektr energiyasining qirolligi, texnologiya va hashamatning mukammal uyg'unligi bilan tanishtiramiz. Bu Tesla Model S. Bu oddiy mashina emas, bu orzularni ro'yobga chiqaradigan kelajak durdonasi. Rulga o'tirgan ondayoq siz o'zingizni ilm-fan fantastika filmida his qilasiz. Jimlik, kuch, tezlik va aqlli texnologiyalar sizni o'rab oladi. Tesla Model S bu mashina emas, bu bir falsafa, bu zamonaviy hayotning timsoli. Dizayni shunchalik nafiski, oq rangdagi yaltiroq kuzov oynadek silliq, aerodinamik chiziqlari esa go'yo shamol bilan dostlashib olgandek. Uning old qismidagi Tesla logosi, bu shunchaki belgigina emas, bu kelajakning nishoni. LED faralari xuddi yirtqich hayvonning ko'ziday o'tkir, orqa chiroqlari esa tunning qorong'usida yulduzdek porlaydi. Bu mashinaga qaragan odam bir zumda tushunadi. Bu oddiy transport vositasi emas, bu hayot tarzi. Ichki qismiga kirganingizda esa sizni hashamatli va minimalistik dunyo kutib oladi. Katta sensorli ekran markazida hukmron, u sizning yo'ldagi do'stingiz, maslahatchingiz, hatto raqamli yordamchingiz. Salon jim, lekin u jimlik sizni tinchlantiradi. Faqat yumshoq charmlar, iliq chiroqlar va texnologiyaning nozik tovushlari eshitiladi. Rul shunchalik qulayki, uni ushlab turishning o'zi sizni Tesla haydovchisi bo'lishdan faxrlantiradi. Ichkaridagi har bir detal, har bir tugma, hatto havo oqimi ham inson qulayligi uchun oylab yaratilgan. Panoramik tom orqali osmonni ko'rish, yomg'ir tomchilari oynadan sirgalib tushayotganini tomosha qilish, bu oddiy haydash emas, bu estetik zavq. Tesla Model S'ning texnik imkoniyatlari haqida gap ketganda so'zlar o'z kuchini yo'qotadi. Ohdan 100 km/soatgacha atigi 2 soniyada chiqish, bu jinnilik, lekin yoqimli jinnilik. Siz gaz pedaliga engil bosasiz va birdan orqaga itqitadi, shunchaki orzudek uchasiz. Shu tezlikda yurib ham jim bo'lish, bu faqat Teslaga xos sex. Hech qanday motor tovushi yo'q, faqat elektr oqimining shiviri. Yonidagi haydovchilar sizni otayotganini eshitmaydi, lekin sizni ko'rganda ogizlari ochilib qoladi. Bu mashina nafaqat tez, u aqlli ham. Tesla Model S avtopilot funksiyasi bilan o'zi buriladi, o'zi to'xtaydi, o'zi yuradi. Siz faqat rulda o'tirib, hayotni kuzatasiz. Go'yo siz haydovchi emassiz, balki VIP mehmonsiz, mashina esa siz uchun xizmatkor. Ba'zi haydovchilar aytadi, Tesla bilan safarga chiqsangiz, mashina o'zi haydab, siz dam olasiz. Bu gap to'g'ri, Tesla sizni charchatmaydi, u sizni quvontiradi. Dvigatel degan narsa yo'q, lekin kuchli elektromotorlar sizga 1000 ot kuchiga teng quvvatni beradi.